2026-2025-yildagi eng zo'r trend osma shiftli, basseynni ustiga qo'yiladigan osma shiftli bu reshni osma shiftlari bo'ladi. Mana Abdulloh akam o'zlari. Abdulloh aka qanaqa bo'ldi o'zi? Fantaziyamizdan ham zo'r chiqdi, bizga yoqdi ishinglar. Rangimiz, uni oralig'i hammasini ideal qilib bizga olib kelgan LED lampalarini moslagan holda oralig'ini bir xilda ochib berishdi. Unga gap yo'q, ideal chiqdi. Nega reshni osma shiftini tanladingiz? Zamon talabi, basseynga mos narsa, namgarchilik bo'lganda bu ortiqcha namni o'ziga olmay, ortiqcha ish bo'lmaydi. 3 soatda bitirib ketishdi. 3 soatda bitirib. 3 soatda bitirib lampalarini qo'yib, cho'tki o'rnatib ketishdi. Nega Gipsa Group korxonasini tanladingiz? Sifat darajasi, narx-navosi ham to'g'ri keldi. Ishni bizga olib kelib berish vaqti juda kam muddatda yetkazib olib kelib berishdi. Aytishgandek 3 soatda, uzog'i 4 soatda qo'yib beraman deyishgan edi. Shuni aytganligidek 3 soatda uje montajlari bilan qo'yib ketishdi. Erinmasdan kechqurun 10 da ham kelib, razmerlarni olib, bichib, hamma tavsiyalarni berib, katalik hammasini ko'rsatib, keyin bizga o'zi tanlagan o'zani bir xil qilib olib kelib berishdi. Ortiqcha muammo bo'lmadi. Materialda, ish haqi, usta haqi, o'shani ustani kutib olish, telefon qilib problema bo'lmadi. Vaqti-vaqtida bo'ldi hammasi.